Halkılıkçımızın tamamı hürmetli vatandaş. Jungo, erkinlik, demokratik asası kanun yolu kılmamız diyende demokratik kakıp koygan kompartiya galbi kıla alışı zaten kançılık mümkün idi. Agar bu yıl Amerika Jungo soda uruşunu belge kılgan halkara vaziyetinin tuyuksuz özgürüşü yüz vermegende Jungo Kompartiyasının allakaçan tayarlangan stratejik siyasetleri hiç bulmaganda yüzaki bolsumu galba kılaş mümkünligiga erişken bulat. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga nisbatan o shiyorligi lekin naytdi cheklanish siyosiy qo'lga cheklash siyosiy qo'llab zarba berganligi Jungo Kompartiyasining ham xiyollarini berbat qilib o'tdi. Xabarning aqri mundaq ko'rsa, umumiy jihatdan aytganda xalq qul qilingan bir davlatda agar xalqaro omillarni chetga chiqarib aytsak, faqat Jungoning o'zining ahvolidan gap qilishga to'g'ri kelsa, Jungo Kompartiyasining Jungoga uzun muddat hukmronlik qilishi mumkin bo'lmayla qolmasdan texmo mumkin edi. Xabar yozish o'tirib qo'ygan zo'r masala Jungo nega bordi? Bugun bu masala Jungolikla ansiraydigan, titildaydigan manbalik masala bo'lib qoldi. Avtor mundaq hisobladi. Jungo tarixida shakllangan zaharlik o'sma bu tuproqni, ya'ni Jungoni izchil zaharlab keldi. Jungoda an'anaviylashgan buyuk birlik Dayitong. Xitoyning ilk desti Dayitong. Butun dunyoni birlashtirdi. Bugun nima deyapti Xi Jinping? İnsaniyet ortak takdirçiligi. İnsaniyet ortak takdirçiligi. Delmiş o Xitoyning feodal ideyasi buyuk birlik, yani Dayitong din kelgan. Hozir bu yerda nima deydi? Jungoda an'analashgan buyuk birlik ideyalarning zahri tozalanmaydi ekan, hukmronlik davomlashaverdi. Bu xalq hükümkene vatandaş. Bu devlette tarihte ayıplaş dese külgülük bulup kalıdı. Hazır beşimizden ötküzüp atkan bak geçirenler tarihte bu devlette tarihte aslaş dese külgülük bulup kalıdı. Hazır beşimizden ötküzüp atkan oylaşkı yakın numus kılışkı yarımandık bu. Hazır beşimizden ötküzüp atkan hadiseler oylaşka yakın numus kılışka arzman diken Jungo Kompartiyasining Xinjiang, yani Müstemlik Uyg'uriston, Tibet, Shangang, Tayvan, mustaqil jamiyatlar ve diniy muritlar, advokatlar, axborotchilar, nashriyot sohasi, ko'ngil echish so'rovlari, el ichida qurilgan shirkatlar, yo'l yoqasidagi tijoratchilar, sirtdan kelgan emgak kuchlariga zo'ravonlik qilishi, faqat bularning hammasi biz xohlaydigan bo'lsak, ko'zimizni echib qarab boqsak bo'ladi. Agar biz ko'rishni xohlaydigan bo'lsak, ko'zimizni echib qarab boqsak bo'ladi. Jungo nega bordi? O titildab o'tadi. Lekin o shundoq deydi. Bilgan ishkansan, harakat qil. Vaqtida harakat qil. Va hayotlikning damlari. Jungo nega bordi? O titildab o'tadi. Lekin o shundoq deydi. Bilgan ekansan, harakat qil. Vaqtida harakat qil. Va hayotlikning damlaridir.